Oldingda kim? O'rtog'im kelgan ekan, yigiti bilan urushib qopti. Hamma ham sizdek yaxshi bola emas-da, Shoh aka. Xohlasangiz o'zimga o'xshagan yaxshi o'rtoqlarim bor. Yo'q, kerak emas. Hech kim bilan sevishmay tinch yashamoqchiman. Voy. Dugonang nami cholmoq, ha? Chinnimisiz? Ne unaqa deysiz? Onasi hozir yoningda bo'lganda shattoq endi bor, quchoqlab olgan. Chinni bo'lmang. Sen nima qilgan bo'larding? Men sochlaringiz yo'q, fenda quritib qo'ygan bo'lardim. Demak, to'ydan keyin oyog'imni yuvishga o'rganmaysanmi? Voy, ne unaqa deysiz? O'zim issiq vannala qilib qo'yaman. Halikam o'zimni. Anunda etudimni sinfdoshimni to'y bo'lyapti deb, o'shani aylanishiga borsam ham bo'ladi. Nima? Faqat to'yga borasan deganman senga. Aylanish yo'q. Voy, hamma qizlar boryapti-yu, men ham boray. Sen gap qaytaryapsanmi menga? To'yga ham bormaysan. Yomonnayni seni. Ne so'kvoz? Короче, bor senga. Shoh aka. Oling. Qilay. Ko'taring, iltimos. Gaplashilmaydi deyman sen bilan. Da. Meni kechiring, to'yga bormayman. Boraver, sen o'sha yigiting yo'q. Chizgan chizg'ingizdan chiqmayman, bormayman to'yga. Yaxshi ko'rasanmi o'zini? Nima ha? Ha, sevaman. Kimni? Sizni. Bo'pti. Sana ovqating qila qol. Mana shu pagilokam qotyapti. Bo'pti.